حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. İyi, hacı zorca ekan ki. Maşallah, haydi. Qorilar Qur'onni o'qib o'zlari tinglab, keyin eng go'zal ya'ni o'qish usullarini shu yerdan o'rgangan. Va Qorim bitta oyat o'qing. O'rtaga kelib. Keling. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Aynen bitti. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Sultan Saodat'tamız ha hazratim. Hazrat shunday. 1250 yil bo'ldi bergan. Mana shuncha davrda mana shu joyda qurib, qorlar chiqib, ming qorlar chiqqan bu yerdan. Dunyoni o'sha Makkada, Madinada imom bo'lgan Termiziylar mana shu yerdan borgan. Mingta Said avlod oila ko'chib kelgan. Saidlarning makoni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning minglab avlodlari bor bu yerda. Va o'zlari yana imom Said Hasan al-Amir hazratlar imom Husaynning avlodlaridan 7-avlod Rasulullohga. Shuning uchun ham juda ham ulug' hisoblanadi bu joy. Lekin mana bu joy o'zi bitta makon. Ha, zo'r ekan. Bunda bir odam qalbi taskin topadi. Men go'zog'ida kirib o'zim barcha ovozimni baqirib hech kim bo'lmaydi, eshitmaydi. U hozir ichkari ishni gaplashtiradi. Ota-bobolarimizni mustamlakachilar juda bir huquqsiz elmsiz deb aytadi. Miyamizga shu narsani singdirgan 1000 yil oldin mana joylar qurgan odamlar hech huquqsiz bo'lmagan. Katta bosh, salla bosh deb kamsitgan, lekin ular eng katta akademik, fizik olimlar bo'lgan. Mana shuncha odam o'tiribmiz salqinda. Ha? Ya'ni bitta oddiy hozir zamonaviy bino kirsak terlab qolamiz. Ana shunday. Havo yo'qligidan. Shuning uchun bu joyning fazli karami bir boshqachada bor. Boriz. Men bor bo'yi bilan ko'rsatib qo'ying. Ahmad Yassay bobomiz maqbarasi qurilguncha eng baland peshtoq bo'lgan bu. 27 metr adashmasam. Mana. Bir go'zal joy Termizda. Assalomu alaykum, omonmisizlar. O'zbekistonda eng aziz ziyoratgohlardan biri Sulton Saodat majmuasi mana. Hasan al-Amir hazrat 1200 yil oldin 1000 ga yaqin Payg'ambarimiz alayhisalom avlodlari, sayyidzodalar ko'chib kelganlar. Ko'p sarson bo'lgan. Har hukumat dastidan oxir Amudaryodan o'tgandan keyin bu yerda biz bobolarimiz ko'p ehtirom qilib, hurmat ko'rsatganlardan keyin ko'ngillari xotirjam bo'lib, mana shu yerda qolamiz deb Termiz sayyidlari o'shandan keyin shu yerdan tarqagan. Assalomu alaykum. Yana bir marta namozingiz qabul bo'lsin. Ichkari tomon 9-asr 1250 yil oldin qurilgan narsalar. Ozgina restavratsiya bo'lgan, lekin mashalloh. Jami eshonlar, ulug'lar, havlullohlar mana shu zotlardan tarqagan Amir Temur bobomiz.